Assalamualaikum mikrofondagi izgurmanlar, kechqurunlar xeyirli bo'lsin. Men Adil Ergur, Uyg'ur tadqiqot institutidan hammalarga salom yo'llayman. Arabcha institutimizning mudiri, shundaqla Hacettepe Universiteti Adabiyot fakülteti tarix bilimi o'qituvchisi, dotsent doktor Erkin Akram ma'lum bilan o'tkazilgan xalqaro vaziyat va kun tartibnoma programmamizningki yangi bilim uzunlar bo'ldi. Erkin ma'lum xush geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Biz bugünkü programımızda Xitay ve Avrupa İttifakı tarafındaki normal adet halinde kelgen 24. növbetlik Xitay Avrupa İttifakı Ali Başkanlar yığını hakkında analiz etmişimiz. Bu yığın 2019 yılı ahir kısmı ötküzülgeydi. Bu kısım bolsa yani Beijing'de ötküzülmekçi. Bu kısım yığında asasında Avrupa İttifakı'nın Xitay bu bilen boğan münasebette xaterini yani azaytiş kun tartib bo'lgan bo'lsa, Xitoy tarafdan bo'lsa, Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan munosabatni texmi kuchaytirishni maqsad qildi. Bu yerda biz uchun muhim bo'lgani Yevropa ittifoqi nisbatan Xitoy bilan bo'lgan munosabatda bu xatarni azaytish masalasi nihoyat muhim. Yevropa ittifoqi nima uchun Xitoy bilan bo'lgan munosabatni xatarni azaytish degan ibora bilan ta'riflaydi? Hakikaten Avrupa İttifakı'nın oluşturmuşlar bir xatarlik ahval mevcut mu? Bu xatar zaten qaysılar? Bu xatarni Avrupa İttifakı Xitoy bilan munosabatda azaytish yoki tugutish uchun qanday tadbirlarni qo'llash mumkin yoki bu xatar texnik kuchayishi mumkinmi? Degan masalalarga javob berishimiz. Ma'lum biz yig'inni 24 yig'in degan gapni qilgan bo'ldik. Sizcha Avrupa İttifakı nima uchun bu xatarni azaytish degan bu ibarını işletiyordu. İki taraf münasebetini olsun, bunu bir analiz etmegen olsanız. Bu hem Amerika hem Avrupa devletler Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda bo'libmi 2019'dan keyin bir yirikleşishga başladı. Bu yirikleşish bilan birlikte burun ko'rinmagan ba'zi masalalar o'tirib chiqdi. Bu yalnızla ticari, iqtisodiy emas. Hem jeopolitik mesele var hem de şu G'arb devletlerindeki tutayotgan bu ya da sahiplengen ve bunu qo'llayotgan qimmat qarashlama bor bu ishning ichida. Shuningga bu G'arb devletlerde Xitoy bilan bo'lgan munosabatni bir üzüp tashlash, ya'ni decoupling siyosetini qilaylik degan hamda. Ya'ni Xitoy bilan shu iqtisodiy, tijoriy, hatto xavfsizlik siyosiy jihatdan üzütish munosabat. Hem de bu hozirgi jahonda üzütish biraz qiyin. Shuningga bunun yeriga hem Avrupadan başladı, onunki Amerika mı qabul qildi. Yani siz degan xatarlikni azaltish yoki xatarlikni yo'qotish, yani deriskin degan bir siyosetni ilib beradi. Eğer de burun biz dikkat qilgan bo'lsak, Xitoy bilan Avrupaning arasındaki münasebetler olubmu Avrupa jihatdan deydigan bo'lsak, sistemlik raqib münasebeti dedi. Bu sistemlik degan hem siyasi jihatdagi, iqtisod, ticari jihatda, xavfsizlik jihatda, qimmat qarash jihatda, sistemlik jihatda o'xshamaslik ve bunun da bir raqib meselesi var degan gapni o'tirib qo'ygan. Şununla buların arasında şu tüzüm, şu yaşarını başvuruş, demokrasi, insan hakları degan her sahalarda bir fikir o'xshamaslik yoki icraat o'xshamasliklar paydo bo'ldi. Bo'libmi shu nimadan keyin bu Wuhan virusidan keyin ikki tarafni, ya'ni Avrupa Birliği bilan Xitoyning arasındagi munosabatlar başka meselelerle oturup çıkışa başladı. Misalga elektrik maşina degan. Ondan keyin şamal enerjisi, ondan keyin tıbbi esvaplar ve koyaş enerjisi ciddi nurgun bu meseleler çıktı. Çünkü Xitoy şu Avrupa'ya ebeki degan mesulatlarını satkan vaxtıda kim satalgan, qaysi şirket satalgan olsa devlet pul töleyelaydi. Spansiyon degan bir narsa, yani subsidi degan bir uslub dedi. Ama bu Xitoy devleti qilalaydi ama Avrupa'daki G'arb devletindeki şirketler bunu kılamaydı. Çünkü devlet ularga jiq undaq bir yardım pul beremeydi.
Bunda bir ahvalda Xitay'ınki maşinleri ve degan asboblar Avrupa devletlerde aslanla sıytıldıgan. Çünkü bahası töv. Olutma elektrik maşina Avrupalı emas, misal Türkiye'ye mi biz kırıladı? Türkiye %40 baj ağan takdirdimi yanıla Türkiye'ninki aşı okşaş seviyede, okşaş süpetteki maşindan ezenemdi Xitay'ın maşinası. Bu Germaniyada mı bunda ahval görünmektedir? Şununla muşu xil nersime bununki bir xatarlik deb gördüğümde bunu. Her iki tarafta bir ticaret meselesininki tamponsuzluk var. Bu tamponsuzluk nime degan chaqda Xitoy o'zininki tijoratchilarga yardım qilgan bilan, ama chet elliklarninki bu şirketlarninki Xitoyda faoliyat ilib borgan bu chet ellik şirketlarga nurg'un ba'zi shartlarni qo'yyapti. Xitoyninki o'tirib qo'ygan bu nima borligi, maxfiyatninki qo'g'dab qilishidan istihbarat qonunlargacha, hatta bu chet ellik şirketlarga shu nima talab qilganda shu ticari maxfiyatni topshirgan. Hatta bu şirketlarda Partikom teşkilatını qurdirish degandek mundaq talablar bo'lgandan keyin bu Avrupa uchun bu bir xatarlik. Bundan boshqa hamda shu Xitoyninki Avrupa'da ilip kelgan bir minberdek bir nima var, teşkilat var. Bu bolsa yani Orta ve Şark Avrupa devletleri, bula 16, Xitoy 1, şunun 16 plus 1, mandaq bir hamkarlık bir nimana qilgan bu minberdeki. Bu Avrupa Birliği'nin işçiden bir bölünüşünü yaratkan oldu da. Bununla karşı hem de öz vaxtidagi bu Germaniyanınki Tashqi ishlar ministri bo'lsin ve shundaqla Gabirer degan bir adam 2017'de biz bir Xitoy siyasetini ilib borganga qaraganda Xitoy bir Avrupa pozitsiyada bo'lsin, yani Avrupa'ni bölmesin deydi. Demek ki bu Avrupa devletleri şu Xitoyninki avvalgi yuqorida degan meselelerga qarta buna bir xatarlik ko'ryotidu, ama başka bir xatarlik mi avvalman degandek, yani bu ikki tarafninki ticari, iqtisodiy ve başka sahadaki münasebetler üzüp taşvetmeslik için, yani münasebetlerini devam kılış. Fakat bazı meselelerini yana tılga ilişki toğru keldi. Misalga bu da Avrupa taraftan çakalıgan bir mesele. Şu iki tarafınki ticaret sumu yıldan yılga köpeyyotir. Ve bu köpeygen siri Avrupa'nınki ziyiniga 200 milyar euro ziyan tatvatıdı degan gapda. Bu 230 milyar dollarga teng keldi. Bunu tüzeş lazım deydigan ahvolma bor. Yani yig'ib kelgan chaqda Avrupa bilan Xitoyning arasında qo'yiq bir ticari munosabat va iqtisodiy munosabat var, ama bu xil burun normal ko'ringan bu ticaret ve iqtisodiy munosabatlar hozir Avrupa'nın ziyiniga qarab taraqqiy qilgandek ko'rinyapti hozir. Madem bu Avrupa noktasındaki xatarligi vaqtida nuqul ticaret, sanaat ve iqtisodiyotimiz bu hükümet göz qarash jihatimi bir xatarliklar bormi sizce? Bor, ikki taraf shu qimmat qarash jihatda o'xshamaydi. 2016'dan itibaren Xitoy shu g'arb devletlerinki demokrasi, insan hakları göz qarashlariga qarshi chiqib kelgan. Çünkü Xitoyning o'zining qimmat qarashlari bor. Deydi, 24 xatli qimmat qarashlari bor. Bundan başka bu g'arbliklar bizga demokrasi o'rgatmasin, bizda demokrasi bor. Ondan keyin bu g'arbliklarni bizga ma'lum bo'lishiningki hojat yo'q va salohiyatimi yo'q. Hozirgi Xitoy burungi 100 yil avvalgi Xitoy emas,
sap bozak bo'lgan farqliliklar har chiqib olib xohlagancha bizni tanqid qildigan o devir o'tib ketdi degandek bundaq bir nima bor inkazmi bor Xitoycha tarafdan degancha onundan boshqa misolga shu 98dan beri ilib kelgan shu yig'inlar normalda shu Tibet meselesini çıkarak tilga oladi burun. Keyin ondan keyin Hong Kong meselesini tilga oldi. Tayvan meselesini, shu 2019'dan keyin Uyg'ur meselesini tilga oldi. Tilga ilishninki sebebininki esasda shu inson hakları meselesi ve Xitoyda demokrasi bo'lmag'achqa bu rayonlarda ilib borgan isim siyasetinin G'arb devletlerininki yoki universal ko'p devletler tarafından qabul qilingan shu xil qimmat qarashga Xitoy qarshi chiqishga ularni Xitoyga taqabul turishga tirishyapti va nurg'un shu yig'inlarda Xitoyga isim ishlatgan vaqtida ba'zi vaqtlarda Xitoy silkib qilganligini ve bazen de shu inson hakları meselesini tilga olgan chog'da Xitoylar shu üstelden ayrılıp gitmen degan tekliflerini sağlandı. Şununla bu iki tarafınki shu siyasi tüzümninki o'xshamaslığı ve şundaqla shu qimmat qarashlar jihatdagi o'xshamaslığı bu iki devletninki normal shu ticari iqtisodiy munosabatga ta'sir yetkazyotir. Malumlardır bu Avrupa devletlerinin böyle popülizm yani halkı serkeplerine vaxtıda halkı təsdiq qilish bu eqimi küçüyotudur. Böyle milliyetçiliknin ki bir radikal şekli desek oldu. Şundaq ahvalda Avrupa İttifaqıdaki devletler yani hükümet başlıkları elbette bu halktan kelgan bu inkaz pozisiya yoki ko'z qarash eqim xohishlarga quloq berdi. Shu havası yine Xitoyga nisbatan musafini yiroqlashtirish mundaq bir ahvol sizcha bo'lamdi bo'lmamdi? Hamda bu bazı devletler ya da bazı devletlerin içindeki bazı gruplar, şahsiyetler Xitoy bilan bo'lgan bu xil jiriklik munosabatini tuzitishni xohlayotdi. Çünkü bazıları Xitoydan menfaat ilyapti. Bazıları bu ideya jihatdan, yani ideoloji jihatdan Xitoyga yaqinlik ko'rganlar bor. Ondan keyin bazı devletler, misalga Hungariya deymiz, Gretsiya deymiz, bunda devletler Xitoydan jiq foyda olgan devletler. Bu devletler hamda shu Xitoy bilan munosabatni o'ngshash kerak deb chaqirayotganlar bor. Ama Litvanya'dek küçük devlet bo'lsa Xitoyga taqabul turib Tayvan bilan bo'lgan munosabatlarni yeni devam qilayotganligini ko'ryapmiz. Ya'ni manda devletlar bor. Bu Xitoy shundan foydalanib Avrupa Birligiga qarshi ba'zi bu taktiklarni, ya'ni bu diplomasi taktiklarni ishlatib kelyapti. Misalga shu Avrupa ile Amerika'nın arasındaki münasebetini bozuş. Bu eğer de bozulsa şu Avrupa Xitoyga çıkarak biqinadi deydi. Bu biqingandan keyin şu ta'minlash zincirini Xitoy bilan bog'langancha shuningla bilan bu Avrupa Xitoydan ayrılamaydi deydi. Xitoy Amerikaga qarshi o'zining cephelerini qurib chiqyapti. Shuningga Avrupa eğer de Amerika'dan jiroq turib qolgan taqdirda, yani Xitoyning cephesiga kirmagan taqdirda Xitoy Amerikaga qarshi bir futvolgandek bo'ladi. Bu Xitoyningki yana bir Avrupaga bo'lgan ehtiyoji yoki Avrupa ustidagi bir strategiyalik bir manfaat bo'lsa, shu yangi ipak yo'lining amallashishi. Chunki bu Avrupa bozori bilan Xitoy bozori birlashgan vaqtida onundaki iqtisod jihatdan, ticari jihatdan Amerikaga taqabul turalaydi. Amerikani izlagandek xalqarodagi bu ticari qoidalarni va iqtisodiy qoidalarni Xitoy belgilaydigan bir seviyaga keldi.
Bu seviyege keladigan Xitoy qolgan xalqaro siyosat deymiz, huquq deymiz, boshqa ba'zi qoida usullarga Xitoy qo'l sola oladigan bir holga keldi. Shuningga Yevropaning o'zi bilan, ya'ni Xitoy bilan bir integrasyon, ya'ni birleşme emas, hamkorlikning natijasida birlikda harakat qilishni agarda qila olsa, u vaqtida mumkin Xitoy kuchlanib chiqadi. Ama bu hozirgi men deyotganni Yevropadagi cho'ng davlatlar ko'ryapti buni. Misalga Germaniya ve bazı devletler. İngiltere gerçi ayrıldı. Şunda bozma İngiltere mi bunu ko'ryapti. Şununla bu g'arbliklar biz birlikte Xitoyga taqabul qilmasak, Xitoy har yerda qo'l silib, shu dunyoda biz qurib chiqqan xalqaro sistem ve xalqaro dünya tüzümünü buzadigan bo'ldi. Bunu buzishni oldini olish uchun biz başta birlikte bo'lish lazım deb devletler muşu seviyede, muşu anda hareket kılıyordu. Ama Avrupa'nın ki bazı halkları ve bazı devletler hazırki diyen xatarliklarga pek köngül bölmeydi. Çünkü o özünün devletini de oylaydı. Rusya'daki devlet özünün ki terakkiyatını da oylaydı. Misalga bazı hükümetler Xitoyga taqabul turayli deydi. Misalga İtalya'daki devlet. Ama İtalya'nın ki nurgun şunda markalık şirketler, fabrikalarının pay çekini Xitoylar köperek sitibaganda. Şununla aşında şirketler hükümetini ta'sir kılıman deb, yani Xitoy bilan munosabatni yaqin qilish kerak deydigan bunda bir tushuncha bor. Ama bundan keyin Yevropada ishlab chiqara oladigan cho'ng shunday mashinalik narsalarni Xitoy hozir ishlab chiqaryapti. Bazı azam bo'lgandan keyin tabii bu suhbatchetdan bir Mercedes'ga, bir BMW'ga tank yemaydi. Ama orta seviyedeki aileler için ve töven seviyedeki aileler için o maşinler uygun hamle. Şununla bu Avrupa pazarına köplep kırvatıda Xitoy'nınki maşinleri. Eğer de bunda kırıverse Avrupa'nın ne kadar çoğun şirketler, misalga BMW, Şark Türkistan'da, Xitoy'da şirketleri var. Ve Şark Türkistan'daki mecburi emgek bilan ishlab chiqargan bir mesulatımız yok deb çim turuluyordu BMW şirketi. Ama ertesi gün eğer de Avrupa pazarına Xitoy asta egenleşke başlasa maşin pazarını, bu vaqtda bu şirketlerine bazı narsalarni o'ylashga to'g'ri keldi. Shuningga bu dünya burungi dünya emas. Misalga g'arb devletleri Avrupa, Japonya, Amerika'da şu halkıga ray silish yolu bilan Xitoy şu Amerika'nın, G'arbning, Avrupa'nın ki düşmanımı, rakibimi degan maqsadda bu devletlerde, g'arb devletlerde hammasida %60'dan yuqori xalq şu Xitoy bizning düşmanımız, rakibimiz. Bizimki tüzümümüzni, sistemini bozish için tirishayotdi deb ko'rdi. Ama bunun başka misalga %30 ve %40'dek adam var. Bunların içinde bir %7, %10'ları Xitoy bilan hamkorlik qilish kerak deb, Xitoy bizning düşmanımız emas, u aslında do'stimiz deydiganlari bor. Shunga bu g'arb devletler, Avrupa devletlerinin cemiyetini bir xil aniqlash bilan gap qilish biroz qiyin bo'ldi. Sizlar degandek populizm evcip ketken bir vaqtlarda, yani xil fikirler, xil göz qarashlar, to'g'ri ya da xato, hammasini o'tirib qo'ydi. Bular birisi o'tirib chiqib bir ovoz bergan, so'zlagan vaqtida, vaqirgan chaqda baribir onunga egishadigan odamlar bo'ladi ki, xuddi her malninki bir kör alg'uvchisi bor degandek, bu Avrupa cemiyetine bir aslında bir bütün emes endi.
Erta o'tkazilgan yig'in qaytib kelsak, bu yig'inda asosida bu Ukraina Rossiya urushi, shundoq Isroil G'azzaga hujum qilishi yoki Isroil Falastin urushi deydi. Bu ikki temadan boshqa yana energiya yoki iqtisodiy masalalar borligini bildirildi. Yig'inninki shu nuqtadan ba'zi tadqiqotchilar mutaxassislar deydiki, Yevropa İttifaqı Xitoy bilan bo'lgan munosabatda Yevropa İttifaqıning tushunish bo'yicha xatarni azaytishga tirishadi, ammo Xitoylar hozirgi Yevropa İttifaqı Xitoy munosabatdan mamnun va mushuninki davomlashishni xohlaydi. Yevropa İttifaqıninki agar qarshi tadbir ishlasa, bundan qarshi to'siqlar bo'lishi mumkin deb fikrlarni ko'z qarash o'tirib qo'yadi. Sizning bir mutaxassis bo'lishingizda bu fikrga qo'shilasiz yoki boshqa bir ko'z qarashingiz bormi? To'g'ri, yana bu hozir Yevropa Birligi misoliga Rossiyaning Ukrainaga hujum qilishiga qarshi necha qatim shu embargo deyli ya da cezalantirish bir siyasetini bo'lib iqtisodiyotda cezalantirish hareketini başlagan. Ama bu Xitoy bunda bir paytda hem Rusiyadan azam bahavla enerji ilişkiler ve özlerinki, Xitoyninki özlerinki şirketini şu Rusya yaman nurgun keraklik narsalarni setib beryapti. Bulupma şu jangga foydali bo'lgan bütün asboblar, qurollar, mushlarni setib beryapti. Yevropa Birligininki şu Xitoyga qarshi en ko'p ansirgan bir meselemi şu hamdi. Yani bu Xitoyning Rusiyanın bu hücum qilishi Ukrainaga tanqid qilmasangmi, hech bo'lmasa Rusiyaga yardım qilma. Çünkü bizningki bu cezalantirish siyosetimizni natija elish uchun cho'qim şu Xitoydagi davlatlar Rusiyadan uzoq turish lozim. Bo'lmasa og'li bo'lmaydi. Misoliga Yevropa Birligi hozir iniqlashiga qaragan chog'da hozir şu Rusiyaningki şu Ukraina urush maydonlarida ishlatayotgan ba'zi qurollar, yani bo'libmi yuksak va nozuk texnologiya bilan ishlab chiqargan ba'zi qurollarningki %70'ning Xitoydan kelganligini aniqladi. Shuningga bu Yevropa Birligimi şu Rusiyaga muhabbat qilman degan nozuk va muhim bu texnologiya bilan ishlab chiqargan shunday qurollarni setib olgan 13 Xitoyninki shirkatiga jazo berishni planlab o'tibdi. Shuningga bu Xitoyninki şu Rusiyaga yardım qilishni to'xtatish ve bu Xitoyni qoyil qila olsa, bu Yevropa Birligininki Rusiyaga qarata ilib borgan 12-chi qatimliq jazolantirish siyosatini hozirgi Xitoyni qoyil qilgan taqdirda boshlamoqchi. Ama Xitoyni qoyil qilamasa, 12, 13, 14 qatim jazolantirsimi oyoqda Xitoy Rusiyaga narkosni nima jingni ukulni uriyversa, Xitoy Rusiyaga bo'lgan jazolantirishmi natijasiz qoladi. Shuningga bu mayli Ukraina meselesida bo'lsin, bu İsrail Hamasning orasındagi meseleler bo'lsin, Xitoyning Yevropa tarafda turishi yoki qarshi tarafda, yani Yevropa Birligining qarshisida turmasligini talab qilyapti. Ama bu talepler bence netice ilişmek değil o'ylayman. Onun için siz yine meyli bu Rusya Ukrayna urushida olsun veya ki İsrail'e yoki Hamas oturuşki yoki Falastin oturuşki bu janglarda olsun Xitoy izchil Yevropa İttifaqıninki qarshi tarafida yer olgan tarafga turib yotib shularni qo'llayapti. Hem moddiy jihatdan hem başka jihatdan izchil qo'llab ameliyatda bu iliqi ikki tarafninki, yani Rusya Ukraina yoki Falastin İsrail urushida ko'rangan bilan amaliyatda bütün davlatlar shunday qilib
ikki taraf o'rtasidagi to'qinishlar yoki janglar yoki ixtiloflarda tabiiy holda bir tarafdan iborat bunday bir reallikni ko'ryapmiz. Xitoyda izchil Yevropa Ittifoqi to'qinishning qaysi tarafida bo'lsa shuni zid harakat qiladi. Bu amaliyotda biz kichik jihatdan emas, cho'ng jihatdan bir xatarninki signallari deb qarasak bilan bu Yevropa Ittifoqi mavzusidan. Shunday qarasak bo'ladi, ammo bu Xitoydan bir natija ilish Yevropa uchun bek qiyin. Yevropa ama hozir shu Amerika bilan bek yaqinlashib kelsak, Xitoy bilan munosabatimiz yiriklashidi deydigan tushuncham bor. Shuningga ham Xitoy bilan ham Amerika bilan o'xshash masofada shunday munosabatlarni ilib borsak bo'ladi deydigan ko'z qarashim bor. Chunki Yevropani bilimiz bir butun emas, ya'ni nurg'un davlatlardan tashkil topgan bir birlik bo'lg'ashqa. Ama Xitoy mana shunday bu necha davlatlardan tashkil topgan bir birlikdan foydalanib, ba'zi davlatlar bilan yaqin, ba'zilari bilan yiroq, ba'zilari bilan bugun yiroq, ba'zilari bilan erta yiroq, shunday bir taktiklarni Yevropa birligiga ishlatib kelyapti. Shuningga bu sen birlikda bo'lamisan, bir yurak bo'lamisan, bir turmush, ya'ni bir mush bulamasan xalqlardan tayoq yeydigan gaplar. Bugünkü cihanda menfaatlar hammadan üstün bo'lib ketibdi. Bo'libmi hozir bu 2. Dünya Urushidan keyin qurib chiqqan tuzumlar, qoidalar hammasi buzilishga boshladi. Bu buzilg'achqa hozir Rossiya Ukrainaga hujum qilyapti, ya'ni qo'rqmay, tuzum meni jazolaydi deb ensirish qilmay. İsrail mi şunda qiladi? Yani başka devletler mi? Xitoy mi şunda? Senkaku'nu alınan, Tayvan'ı alınan deydi. Ertesi gün Taşkı Moğoliston ve O'rta Osiyo deydigan gapni chiqish mumkin. Bu buzilish bosqichda bu bir jarayon hamda. Bu jarayonda nurg'un biz ko'ramagan va yoki faraz qilolmagan ba'zi taraqqiyotlarni o'rtaga chiqib kelishi mumkin. Şununla bu Xitoymi bundan foydalanaman deydigan bir davlat hamda. Ama Xitoy yaqinqi yildan beri keyingi Wuhan virusidan keyin Xitoyning iqtisodi nacharlashdi, burunqidek emas. Şununla ba'zi ishlarni ko'ngildagidek yoki orzu qilgandek amallashtirolmayapti. Şununla hozir misolga o'tganda Amerika ziyaretiga borgan Xi Jinping'e kulib turdi, yejib turdi. Cho'ng gaplarni qilmadi. Burun bo'lgan bo'lsa, shu agressiv, shunday qattiq so'zlarni ishlatdi. Bu da ham ishlatmaydigan bo'ldi. Demak ki, bu ben degan muqimsizlik bir jarayon Xitoyga ziyon beryapti hamda. Shunga Xitoy bundan keyin Yevropa bilan imkon bo'yicha jidalni azaltish, kichik jidalni yo'qotish va Yevropa birligi bilan munosabatni ma'lum bir seviyada tutib taraqqiy qildirishni tirishadi deb o'ylayman. Shunga bu 2 kunlik yig'in Xitoychadan degan vaqtida nihoyatda isil bo'lganligini, her iki taraf müsbet gap sözlerini qildi ve bazı xalqaro meseleler ve rayon xarakterlik meselelerde ama bazı ortak ko'z qarashga bordi. Shundaqla yo'l ko'rsatadigan strategiyalik ve her iki tarafninki ortak qiziqadigan meselelerde cho'nqur bir müzakere kılındı. Bu Avrupa Birliği ile Xitoy arasındaki münasebet rekabet münasebeti emas, menfaati bo'lgan, menfaati bu fikir farqlilikdan texmi ko'p bo'lgan bir münasebet deb mushlarni so'zlaydi hamda. Yaxshi yigizib, yaxshi ko'rib nim qiladi. Bu 2 yil avvalmi Avrupa Birliği'ninki reislerimi Xitoyga borgan. Bunda Leyen bo'lsin,
ve bu Yosef Brunel olsun. Ular Xitayga bargan çağda pek kızgın bir şekilde karşılamadı. Bence bu da kızgınlıkla karşılaydı deb o'ylayman. To'g'ri deysiz, ma'lum bu ma'lum xabarlarda da Xitoylar burun bo'ri diplomatiyasininki taqozosi bo'yicha diplomatik tilda siliq emas, qo'pol tillarni ishlatadi. Pozitsiya jihatdan tahdid, bu shundoq qiladi, lufkatlik bir xil pozitsiyalar harakat qilayotganda, ammo hozirgi keyingi kunlarda iqtisodning tuvallishi va ichki jihatdagi masalalarni ko'payishiga erishib, tabiiy holda diplomatik jihatdan siliq gaplarni qildilar. Pozitsiya jihatdan iliq. Amalda bundaq to'qinish yoki tahdidga kirib, bundaq hamkorlikni asos qilgan bundaq bir gaplarni ishlatishga boshildi. Muallim albatta bu biraz burun deb o'tganimizdek bu tijorat, iqtisod, sanoat jihatdan va xatarlikni azaytishdir. Ammo yana biz uchun muhim bo'lgan bir masala bor. Bu Yevropa İttifakı'nınki demokratik ve insan hakları düşüncesinden devamlı bizdeki meselemiz gün tartibde 50 kilot ve Xitay bloğu münasebeti. Bu kadın galiba başta yığında Uygur meselesindeki gün tartibde ihtimali sizce var mı? Var deb o'ylayman, çünkü bu Avrupa Komiteninki başlığı bu von der Leyen dedi, ben insan hakları meselesine yana şu gün tartibga ekilmen ve bulunma Uygur meselesi, yani Uygurlarına insan hakları dersinde uçuruşa karşı biz Çin turumuz dedi. Demek ki bu mesele Xitayni hele rahatsız kıldığındek turdu. O Uygur meselesini bilimiz, hemimiz şu 2001 yılı 3. ayda Avrupa Birliği, Kanada, Amerika, İngiltere degandek devletler bir günde okşaş vakitte şu Şark Türkistan'da zulüm ilip bağan, ırkı kırgınçılıkını ilip bağan, bazı adamlarını cezalandırışının kararını alan. Misalga bu Zhu Hailong'daydı, Wang Mingshan'daydı, Wang Jungjung'daydı, Mao Chengmingu'daydı, öyle bir CH idarasına başladı. Ondan kim? Mao Bingquan'ınki Sakçı idarası. Bunu ceza birimiz diyen hamatla Xitay'a karşı Avrupa Birliği'nden ki 10 dek siyasiyonlara, milletvekillerine ceza verdi. Ondan başka misalga biz hemimiz bilgen şu Adrian Zenz yema aşında bir ceza verdi. Ondan başka şu Şveysariyalık bir mütehassıma bir ceza vergen oldu ve Avrupa'nın 4 idarıga ve Germanya'nın ki bir Mercator degen akıl bırakıma karşı ceza ilip vardı. Şununla bu Avrupa ve Xitay'nın arasında 10 yıl sözleşip gelgen ve aran imza itişiyle teyyab olan bir kilişimle, yani Avrupa Birliği ile Xitay birbirine karşı şu meblağ siliş kilişimi. Bu Xitay için neydi mühim, tabii Avrupa için mühim. Bu ne? O nimkımaydıgan oldu, yani tok tutup koydu. O is koydu deyimiz o, tok tutup koydu. Bunu tontuş kaçan bu tontup koygan halden çıkırdı degende, yani bu Avrupa'ya karta gelip bağan cezanın Xitay taraftan aldırıcı bile buludu deydi. Ve bu yerde yani bir Uygur meselesi var da, yani Uygur meselesinden tüpeyli bundak bir iki taraf birbirini cezalandırışa başladı ve Uygur meselesinin ki yaxşı buluş ve yaxşı bulmaslık mı şu kilişimini tesir yetküzüş lazım deb oylayman. Ama eğer de Xitay şu cezalandırışını aldırvetdi dese, Avrupa Birliği ondan kim kopup diyen Şark Türkistan'daki o emeldarlarının cezasını aldırdı, etkes kılamdı. Onu hazır deyiş biraz kıyın. Şununla bu Avrupa'daki Şark Türkistan teşkilatlar bu meseleye biraz köngül bölüp şu Avrupa Birliği olsun ve yaşavatkan Avrupa devletleri de olsun
meclisninki yolunda şu meseleni çakalandırış lazım. Yani bu Xitay'ınki bir yumuşak siyasetiyle birlikte onunki bu Uygur meselesini oturlukta unutup kalmaslık lazım deniyor. İyiyiz kurmanlar, biz bugünkü programımızda Avrupa İttifakı ve Xitay oturuşda bir adet haline gelgen 24. nöbetlik Ali Başıklar yığınınınki məzmunu şunaqla Avrupa İttifakı'nın izsil mesele süptü kürlük kılatkan Xitay'la oturuşuk münasebetdeki bu xəterliklerini tügütüş yoki azaltışninki perde arkasını sebebini analiz qilish tirishdik shunaqla hayotki oldi boshqa yig'inda Uyg'ur masalasini tilga ilib kelmaydiganligini aytib tushuntirib bergan bo'ldi. Erkaman sizga ko'p rahmat. Ben rahmet ettim.